Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Bugun sizlarning havolangizga Xudoyberdi To'xtaboyevning Sariq devni minib asarini havola etaman. Xalqimizning sevimli yozuvchisi, ayniqsa aziz farzandlarimizning jonu jahoniga aylanib ulgurgan asarlar muallifi barchamizning qadrli insonimiz Xudoyberdi To'xtaboyev xotirasi qalbimizda mangudir. Yosh avlod dunyoga kelarkan, yillar o'tib kamolga yetarkan, Xudoyberdi boboning ming-minglab ixlosmandlari safi kengayib boraveradi. Dunyoni Xudoyberdi bobosi qalamga olgan mavzular orqali taniyveradi. Ularning qahramonlariga do'stu oshno bo'lib qolaveradi. Xudoyberdi To'xtaboyev asarlari qaysi davrda yozilgani muhim emas. Muhimi bu asarlar o'lmas asarlardir. Uni bizning bobolarimiz, otalarimiz, o'zimiz o'qidik va bizdan so'ng farzandlarimiz intiqlik va katta ishtiyoq bilan mutolaa qiladilar. Xudoyberdi To'xtaboyevning Sariq devni minib asari sarguzashtlarga boy bo'lib, o'zbek bolalar adabiyotining noyob durdonalaridan biridir. Unda bolalikning sodda va samimiy, quvnoq va zavqli onlari teran nigoh bilan qalamga olinadi. Bu asarni asardagi kulgiga boy sarguzashtlarni bemalol zamonamiz Garri Potteriga qiyoslasa bo'ladi. Hurmatli kitobxonlar, Xudoyberdi To'xtaboyevning Sariq devni minib asari sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tumani axborot kutubxona markaziga kelib o'qib o'rganishingiz mumkin.